har qanday katta o'yinlarda maksimal FPS beradigan zborkamiz tayyor bo'ldi. Men bu zborkamizning narxlarini va xarakteristikalarini aytib o'taman. Siz ungacha bitta videoga like bosib qo'yasizlar. Hop, bu zborkamizga biza gigabaytdan B760M gaming platasini tanlaganmiz. Bu Wi-Fi 6 ni ham podдержка qiladi. Protsessorimizga keladigan bo'lsak, Intel Core i5 14400F protsessori bo'ladi. Operativ xotiramiz GeForce'dan DDR5 32 GB operativ xotira. Zotok'dan RTX 5070 12 GB video kartasini qo'yganmiz. Bepara start. Bu кейsimizga Kingston brendidan 500 GB M2 NVMe SSD va Toshiba brendidan original 2 TB HDD qo'yib berganmiz va bularning barchasini tok bilan ta'minlab turish uchun Deepcool'dan mana shunaqangi Gold seriyadagi 750 wattli blok pitaniyasini qo'yib berganmiz va eng asosiysi bu кейsimizga 20 diagonalli 2K 300 Hz monitorimizdan ham berganmiz o'rtoqlar. Va bu videoni maksimal yaqinligiga yuborib qo'yinglar. XH Computers eng to'g'ri tanlov.